Hürmetli görülmeler, bugünkü dersimizde yemek içmeklerninki istimal kılınış ve qaysi yemekliklerninki beden köstüğün qandaq təsir bağlılığı hakkında toxtalıb ötümüz. Biz davamlıq şu ıssıq soğuq degen atalğını köp uçurtumuz. Yani ıssıqның içidimi yine höl ıssıq ve quruq ıssıq dep bilinidi. Soğukның içinde höl soğuk ve quruq soğuk dep bilinidi. Ama köpünçe bizge esimiz keldigini ıssıq ve soğuk. Bu ıssıq degen nima, soğuk degen nima degenge kichkine bir izohat berip öteyli. Yemeklikler istimal kılıngandan keyinki bedende közütüdüğen alametlerge qarta bu ıssıq ve soğuk dep ayırayımız. Issıq degenimiz bu istimal kılıngandan keyin qanның qizishini keltirgen, başta çınqılış, közde qızırış, hayacan, ıssıqlık, hararet, coşqunluq, qızgınlık, açıqlık, hücumkarlık, yoki olmasa kuvvet his qıldırgan bolsa, yoki şu alametlerge apagan bolsa, bunu ıssıq türdeki, ıssıq tabiatlik yemeklik istimal qıldık dep qaraymiz. İstimal qılgan yemeklikimiz eğer bedende hargınlık, ruhsuzluk, muzlaş, kan besim tüvelleş, ümitsizlik, köngülsüzlük, yoki olmasa bütün beden titreş, hargınlık payda qılgan bolsa, bu xil yemekliklerini umumlaştırıp soğuk tabiatlik yemekler dep aytamiz. Hamda temimizning o'ziga kelgan vaqtida yemekliklarniki beden ko'rsatilgan ta'siri bayqadak mana ikki asos kategoriyaga bo'lib so'zlashga to'g'ri keladi. Shu issiq tabiatlik yemekliklarni iste'mol qilgan millatlarda yoki issiq tabiatlik yemeklikler asosan hayvoniy yemekliklarni ko'rsatamiz. Bu xil yemekliklarni iste'mol qilgan xalqlarda qon besimi nisbatan o'ttirhal va yuqori bo'ladi. Qondagi xolesterin miqdori biroz yuqori chiqadi davomli. Yüzü, mağzi qizil, gavdilik, ko'zi o'tkir, chechi tirik jonliq, muskulluq, putquli taraq qilgan, coğrafiyalik tushunchasi kuchlik, keng yerlarga tushunchasi aniq, coğrafiyaga aniq, quvvatlik, chelishqa moyir, urushqa moyir, tez, so'zi tez, suratlik. Shundaqla jangga moyir, harakatga, tan harakatga yaqin, jismoniy emgakka yaqin, san'atxumor, usulga moyir, masalan, mushundaq keladi. Mushu alomatlari qarab sirtdan qaragan vaqtimizda, masalan, bir yerga borgan vaqtimizda shu yerdagi insonlarniki ish harakatiga, holatiga, chiroyiga, turqiga, badanga, qilayotgan ishiga, shug'ullanayotgan kasbiga qarata aytayotganda yuqorqi o'lchamlarni qo'yib qaragan vaqtimizda bu yerdagi kishilar issiq tabiatlik yemekliklarni asos qilgan deb tushunsak bo'ladi. Endi planchi sal vijikrak, rengroyi biraz akkuş, davamlıq zihinge ait işlerini, hizmetlerini, okuşlarga ehmiyet verilgan, işlerini inçik kıldıgan, yasıgan mahsulotları naati o'zi hacmi kichik bo'lsa-mu nurg'un funksiyani o'z ichiga olgan, bir ishlarni cho'nqur tushunadigan bir so'zni yeshib uning ma'nisini uqtiradigan,
davamlıq ötmüşni əsləydigan, davamlıq ötmüşdəki təcrübələrini axtırdığan, kişilər şübhə bilan qaraydigan, kişilər haqqındakı məlumatlarını inçikə izləndigan, yezish və xatır qaldırışqa əhəmiyyət verdigan, hər qandaq işqa şübhə, guman, təsəvvür bilan qaraydigan, şundaqla oldun elish tədbirlərini bək baldır başlaydigan, yeməkni bək köp iste'mol qilmaydigan yoki bo'lmasa ko'ktat tipi, meva tipilarni asos qildigan mushu millatlar yoki kishilarga qarab biz bu kishilar ko'pincha ko'ktatlar, mevalarni asos qilgan, kaloriyasi to'rak yemekliklerini iste'mol qilgan, ya'ni soğuk tabiatli yemekliklerini asas qilgan deb faraz qilsak ko'pincha ahvollarda to'g'ri chiqadi. Bu bilimni so'zlashdagi maqsadimiz bir kishi yana bir kishini bayqashda, ta'liq qilishda o kishi bilan davomli birga yashamaganlik uchun damal his qilishga kerakli bilim bu kishining taqturqi, gap so'zi, qilayotgan ishi qarab bu kishini bayqashdan iborat. Shuning uchun kishilarniki kasbi, o'y, xiyoli, rang-ro'yi, turqi, badan holati, terisining rangi, kishilar bilan bo'lgan muomalasi, shular qarabmi boshqa kishilarni, millatlarni bayqashga, tushunishga ma'lum darajada bir asos topgan bo'lamiz. Yani bu vaqtdagi tushunchalarni bu yerda o'tirib qo'yishdagi yana bir maqsadimiz issiq va sovuqniki har ikkisiniki kerakli yeri bor. Hech bir shaklda birisi yaxshi, birisi yomon deganlik bo'lmaydi. Bu yerda o'ttirsini tepishni ishorat qilmoqchi. Bu leksiyamizdagi asosiy maqsadi mana shu. Issiq va sovuq tabiatli yemeklarni aralashtirib yaxshi onun muvozanatini, tamponligini tepib issiqlik, yog'liq yemeklarni yegan vaqtimizda sovuq yemekliklar bilan, ichimliklar bilan tangshash orqali badanning ziyonga uchrab ketishining oldini olish, mizojimizning ittiklab ketishi yoki tushunchimizning bir taraflama bo'lib qolishining oldini olishimiz, kishilarning ko'nglini yoki uningki ro'yini buzdigan gap so'z harakatlarda bo'lib qilishning oldini olishimiz lozim. Her türlü ağır kasalliklarninki yuz berishi ko'pincha issiq tabiatli yemeklarni asos qilib olganimizdan kelib chiqadi. Shuning uchun sovuqlik bu yerda ma'lum rolni o'taydi. Endi davomli ko'ktat, mevalar, kaloriyasi tuvan, yog'i oz yemeklarni ko'p iste'mol qilgan vaqtimizda garchi tushunish, ta'liq qilish, oldini olish, planlash iqtidorimiz oshgan bilan, ya'ni savdo oshgan bilan, lekin bu qonning sovib ketishini, yelikning muzlab ketishini, nervining haddidan ortiq jiddiy ishlashga sababchi bo'lganligi uchun bu tür kishi va millatlarniki boshqalar bilan bo'lgan munosabati ancha yaxshi bo'lib ketmaydi. Davomli plan, suiqasd yoki davomli kishilarning zihniga plan, loyiha tuzab turganligi uchun o'zimni herib ketib, boshqalarga azob berib soladi. Rang-ro'yimi chiroyli qilmaydi, nurli qilmaydi. Chunki uningda oqsil kam, qonniki yangi sho'x, yaxshi bo'lishi amalga oshmagan, davomli savdo balg'am o'rlab turganligi uchun badanda rang-ro'yimi chiroyli qilmaydi. Shuning uchun davomli yeşil ko'ktat, mevalarni asos qilib oziqlangan kishilar haftada 2-3 qatim go'sht tipidagi oqsil yuqori bo'lgan oziqlarni qo'shimcha qilishi, kebab tipidagi qo'rilgan yemekliklarni qo'shimcha iste'mol qilish orqali qonning muzlab ketishi, badanniki oziqlarning tamponsiz bo'lishi, nervining charchab ketishi,
rengi royumuzdaki çekinip gidişinin aldını elişimiz lazım. Demek bu yerde ıssıqlıqның mı ma'lum bir yerde rolu var. Uyghur tibabeti ve ecdatlarımız ıssıq soğukni tanışıp istimal kılışını, bedendeki ihtiyacı olan bedenninki ihtiyarsız istemeslik ahvallarını mı közde tutup nefsimizni yığış, nefsimizge karta bunun karta bir idare mekanizmi ortuş, haddidan aşırı etmeslik, soğukniki muazinetine, ottursuna tepiş, yengil ozuqlanish, kuvvetlik ama az istimal qilish qatorliq şu nazariyasi ve ta'limotlarini esli tutuşumuz lazım. Azalarımız, bedenimiz, halk ve bütün dünya insanları her zaman otturunu, toğursunu, inaklıkını, yaxşılıkını, şundaqla dünyanın kireçigini olayalaydigan ve bunu yemek, içmek istimalıdı mı ifadeleyelaydigan şu seviyeye yeske deginimiz bizim şu tibabetin umumi mahiyetinden ibaret. Bugünkü dersimiz müşakiçi olsun. Biz bunun keyinki derslerimizde devamlılık yemek içmeklerinin ki insanlık köstüğün tesiri ve insanların bu yemek içmeklerge olan tunuşunu ki yaxşılanışı hakkında toxtalып etimiz. Xeyr hoş.